Demak, serjant, tajovuzkor harakatlaringiz haqida yana bir bor aytib bering. Qat'iy talab qilaman, buni o'chiring. O'chirmasam-chi, menga nima qilasiz? Qamoqqa olasizmi? Haftadan vaziyat qanchalik jiddiyligini tushunmayotgan ko'rinasiz. Yaxshi, Ruchka. Nazarimda pul sanashni yoqtirasizmi deyman. Serjant Brand, shu yilning o'zida boshliq xonasiga yashirincha kamera o'rnatishga harakat qildingiz. Bilyardxonada bir odamni o'las qilib kaltakladingiz. O'tgan hafta esa 3 ta ona suti og'zidan ketmagan go'dakka cho'qmor bilan hamla qildingiz. Davom ettiraymi? Men bergan xulosaga qarab, politsiyada qolish-qolmasligingiz hal qilinadi. Yo'q, serjant Brand, o'tiring. Bilasanmi oshna? Menga nasihat inkor qilmaydi. Lekin meni haydashsa, unda o'zim uchun javob bermayman.